Qadrli YouTube kanalimiz a'zolari, assalomu alaykum. 5-mikrorayon Buxoro shahar G'ishtlik domdan 59500 ga 3 xonali kredit bo'ladimi yo'qmi afsanada yozib qoldiramiz. To'liq remont, yevro remont, kirishdan ikki tomonlama sizga uylar. Demak, chap qo'ldan boshlab qo'yamiz o'jon. Bu yerda bizning 6 metrlik balkonimiz 100% ta'minlangan, eshik deraza almashgan. G'ishtlik dom счетчигigacha almashtirib qo'yishibdi. Bizga bu katta prixoji, shuni o'zini ham bitta ovqatlanish sharoitini qilsangiz bo'ladi. Mana bu yerda bizning zal ardalari qilingan, laminat parketli bo'lgan, 100% yevro remont, chiroyli aboydan chiqarib qo'yishgan. Bu yerda esa yana bitta xonasi, kichkinalarimiz uchun yotoqxona. Hammasini bir-bir ko'rsatasiz o'z uchun. Bu yerda esa bizning razdelniy sanuzel. G'ishtlik domdan aytib o'tishim kerak, 4 qavatlik o'sha mashhur qabirg'alik eski g'ishtlik domdan birinchi qavatdan 100% rishotkalari qilingan, uni ham albatta ko'rsatadi o'z uchun. Bu esa yana bitta yotoqxonasi, xullas 70 kvadratdan sal ziyodroq kvartiramiz. Kredit bo'ladimi yo'qmi, uni ham albatta qoldiramiz afsanada. Tashqi hududdan ham o'z uchun sizga videolarini qiladi. Narxi 59500 AQSh dollari. Afsanada qoldiramiz raqam. Keyingi savollaringiz uchun maktab, bog'cha, o'qish joylari, masjidlarimiz hammasi bir qadam ha deganga kelaverasiz. Joylashgan joyi Jomiy 5-mikrorayon, Korzinkani shundoqqina orqa tomoni yo'l bilan parallel skvoznoy holatdagi dom. Yaqinlaringizga tarqating, o'zingiz asrang, salomat bo'ling.